Bugungi o'yin Angliya Premyer Ligasida chempionlik poygasi uchun juda muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Sizlar bilan Husanov News kanali. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. APLning 27-turi doirasida Manchester City o'z maydonida Newcastle Unitedni 2-1 hisobida mag'lub etdi. Uchrashuv keskin va murosasiz kurashlar ostida o'tdi. Ikkinchi bo'limda O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov maydonga tushdi va butun ikkinchi taym davomida harakat qildi. Flash Score analitik portalining ma'lumotlariga ko'ra, Husanov ushbu bahsda 608 reyting oldi. Bu Manchester City futbolchilari orasida eng past baholardan biri bo'ldi. Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi sifatida ispaniyalik tayanch yarim himoyachi Rodri e'tirof etildi. U 8.1 reyting bilan o'yinning eng yuqori natijasini qayd etdi. Mazkur g'alaba Manchester City uchun turnir jadvali nuqtai nazaridan juda muhim bo'ldi. Jamoa ochkolarini 56 taga yetkazdi. Ikkinchi o'rinni saqlab qoldi va yetakchi Arsenal bilan farqni 2 ochkogacha qisqartirdi. Manchester City navbatdagi uchrashuvini 28 fevral kuni safarda Leedsga qarshi o'tkazadi. Bu Husanov News kanali edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.